yonadi yulduzlarga muhabbatim. Mashhur qilgan tarona ko'rsatuvining navbatdagi mehmoni o'z davrida hit taronalar chiqargan, xalqimiz sevgan san'atkor Yodgor Mirzajonov. Ko'zlarda hijron, qalbimda armon, faqat uni diyar, qalbimda hamon. Ko'zlarda hijron, qalbimda armon, faqat uni diyar, qalbimda hamon. Dilda dard, hamon kuylar. Yo'llarimiz ayron, ko'z yoshim ko'l daryo, firoqingda ado bo'ldim. O'tdi dunyo, ketdi dunyo, yopildi to'r darvozasi. Qoldi Hayyom ibn Sino, Mar Alisher ovozasi. Assalomu alaykum Yodgor aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Sizni ko'rganimdan xursandman. Rahmat. To'g'risini aytaman, bolaligimdan sizni tinglayman. Sizni qo'shiqlaringizda katta bo'ldim desam, aldamagan bo'laman. Rahmat, xursandman. Yodgor aka, endi o'sha savolni berishga majburman. Nimaga katta tanaffus qilmoqdasiz deymi? Nimaga ijod qilmayapsiz? Nimaga to'xtab qoldingiz? Ijoddan to'xtab qolganim sababi ham albatta ijodga mablag' asosiy sabab bo'ladi. Biz ozgina shu qanaqadir bir biznes boshlagandik, shu biznesimiz sal o'xshamagani uchun mablag' bo'yicha sal shunaqa holat bo'lib qoldi va men uni to'g'rilab, to ijodimni to'g'rilaguncha ancha vaqt o'tib qoldi. Bu katta Pauza bo'lib qoldi. qoldi. Siz doim san'atda borsiz. Men sizda yo'q demayman, ketdi deya olmayman san'atdan. Lekin ijod qilmayapsiz deyman-da. Mana hozir juda ko'p san'atkorlar. Konkurensiya juda katta. Juda katta. Men har kuni bitta qo'shiq qilaman, tushunasizmi shunga? Ha. Men har kuni qo'shiq. Qayerda u qo'shiqlar? Bular hammasi mening studiyamda. Men o'zimning shaxsiy studiyam bor. Har kuni bittadan qo'shiq qilaman. Men uni Instagramda faqatgina kichkina motiv videocha qilib turib joylayman ba'zan. Premyera qilmagan qo'shiqlarim juda ham ko'p. Nimani kutyapsiz? Men uni u yerda bitta narsani kutayotgan joyim yo'q. Men endi u qo'shiqlardan muxlislarimizni reaksiyasini. Hozir bilasizmi, biz oldin ijod qilishimizda bitta qo'shiqda qilardik. Bo'ldi, mana shu qo'shig'imiz aziz muxlislarimizga yoqadi va shunga klip olsam, shuni premyera qilsam yoqadi. Lekin shunaqa qilsak haqiqatan ham shunaqa bo'lardi. Yoqardi. Hozir unaqa emas. Hozir tanlash imkoniyati ko'p. Juda ham ko'p. Ashulachilarimiz ashula har kuni chiqyapti. Demoqchimanki, qaysidir qo'shig'ingizga qanaqadir bir reaksiya bo'lib, u yaxshi natija olsagina unga klip olishga to'g'ri keladi. Sababi bitta klipni olish oson emas. Uni klip olganingizdan keyin uni ommaga tarqatish ham oson emas birinchidan. Uni o'ziga yarasha rasxodlari bor. Lekin hozirgi kunda siz aytmoqchi zamon talabiga ko'ra mablag' shart emas. Chunki telefon bor. Telefon bor, to'g'ri. Kamera, shunda o'tirgan holatingizda shu qo'shig'ingizni aytdingiz, aytib qalbga ommaga yetib bordi. berishingiz mumkin. Ha, mashhur bo'ldi. To'g'ri. Ommaga berganingizda qo'shig'ingizga qanaqadir reaksiya, ya'ni o'sha muxlislarga o'sha qo'shiq yoqish kerak-ku. Bu qo'shiqni yaxshi qabul qilmadimi, siz boshqa qo'shiq berasiz. Bu qo'shiqni yaxshi qabul qilmadimi, bu boshqa qo'shiq berasiz. Shunaqa bo'lib qoldi hozir. Bitta qo'shiq ham butunligicha qo'shiq chiqarish ham muammo bo'lib qoldi-ku. Hozir 1 minutlik qo'shiq bo'lib qoldi-ku. Asosan Instagram 1 minut oladi xolos. Misol, undan ko'p beradigan bo'lsangiz, uni sira o'tkazib yuborasiz. Erinchoq bo'lib qoldik. Ha, shunaqa. Ozgina eshitiladi, yoqsa, yaxshi ekan deydi, like bosib qo'yadi. Keling ozgina ortga qaytamiz unda. Mayli. Hozircha ijodingizdagi tanaffusni qo'yib tursak-da, ilk mana chiqishlaringiz. O'shanda ham mashhur bo'lib ketaman deb o'ylamagansiz. Yoki bo'lganman, mashhurman, hit bo'ladi qo'shiqlarim degan narsa xayolmi? Oilangizda san'atkorlar bo'lgan. Kim sabab? Otam rahmatli san'atkor bo'lganlar. Ismingiz ham shu uchun Yodgor. Yodgor nimaga? Endi shu otamdan yodgorlik qo'yganman. Shu uchun men odamlarning qornida qolganim uchun men tug'ilganimda Yodgor deb qo'yishgan. Shu uchun, lekin otam rahmatli qo'shiqchi bo'lganlar, san'atkor bo'lganlar. Shu uchun onam san'atkor bo'lishimni xohlagan. Endi men ham
o'zim san'atkor bo'laman deb o'ylamagan edim. To'g'risi bu san'atga qiziqishim yoshligimda bor edi. Viloyatdan qishloqda bolasi bo'lsam, men qanday qilib televizorlarda chiqaman, unaqa qo'shiqlarni aytib degan fikr misol uchun menda unaqa narsa bo'lmagan. Kecham unutolmasman tunu kunlari uxlay olmasman go'zalim kecham unutolmasman tunu kunlari uxlay olmasman axir sen sevarding-ku jongina meni tunlari yolg'iz qoldirma meni o'zim o'sha qiziqishim sababli, o'sha talantim institutga topshirganman. Institutdan kirganimdan keyin ijod qildim. Ijod qildim, ijodim o'xshamadi. Birinchi ijodim o'xshamadi. O'xshamagandan keyin ijod qilmayman dedim. Men boshqa mayli san'atga kirdim endi. Odamlarning orzusi san'atkor bo'lishim kerak. Lekin onamni ko'ndiraman, men balki san'atkor emas, boshqa kasb egasi bo'lishim kerakdir. Chunki yozgan ashulam ovozim o'zimga yoqmagandan keyin men san'atga umuman qiziqishim qolib ketib qoldi. Onangiz sababmi bu orzu, ya'ni san'atkor bo'lishingizni sababi onangiz desak, Siz masalan sizni misol uchun qanaqadir qiziqishingizga kimdir turtki bo'lib tursa, sizni o'shanda ro'yo bo'ladi. Sizni bir talantingiz ham ichki bir yonib turgan bir anaqangiz ham misol uchun qiziqishimga shu onam ko'proq sababchi. Agar onam qo'y, masalan siz misol любой odam ham biron bir sohaga qiziqsa, qo'y unaqa soha qilib nima qilasan, unaqalar tiqilib yotibdi-ku. Menda ham shunaqa narsalar ko'p bo'lganda, misol uchun nima qilasan, qo'shiqchi bo'l, san'atkor. U san'atkorlarni chiqish uchun bilasan, qanaqa katta pul kerak. U senda bunaqa mablag' bo'lmasa, senga biron bir sponsor chiqmasa, tanish bilishing bo'lmasa, boshingda bir otang bo'lmasa, qanday qilib bunaqa qilishing mumkin degan haligi udarlar bo'ladi-ku. O'sha insonni qanaqadir cho'ktirib qo'yadi. Orzungiz borki, sizni ichingizda yonib turganini qani, sizni so'ndirib qo'yadi-da. Lekin bu yoqda onangiz davay, bo'lasan, sen zo'r bo'lasan, sen zo'rsan. Bo'l, harakatingni mana shunaqa qilib tursa, borib o'shanda ro'yga chiqasiz. Demak, onangiz sababchi. Sabab albatta. Men shu san'atga harakat qilganimdan keyin shu ikkinchi marta keyin qo'shiq qilib yana bitta papetka deydi. Harakat ko'rdim. Unda menga Xudoga shukr, hammasi Allohdan omad keldi. Qaysi qo'shig'ingizga? Go'zalim. Go'zalim yana sen uchun yurakda. Go'zalim yana sen uchun yurakda kuyladim men o'ynagin sen nazlaringdan yonaman men bir boqsang sen addo bo'laman men go'zalim yana sen uchun yurakda kuyladim men o'ynagin sen nazlaringdan yonaman men bir boqsang sen addo bo'laman men Qo'shig'im yaxshi anaqa natija bo'ldi. Undan keyin yana 2-3 ta ashulalar aytdim. Ular ham deyarli bo'ldi-ku, lekin bu qo'shiqdek katta anaqa mashhurlik unchalik bo'lmadi-ku. Ularni ketib oxirida keyin seni qizg'onaman keyin bo'lib ketib qoldi. Undan ham yaxshi natijalar berib yubordi. Seni qizg'onaman bahorda kuzdan seni qizg'onaman kecha kunduzdan seni qizg'onaman bahorda kuzdan seni qizg'onaman kecha kunduzdan qizg'onaman do'stdan begonadan ham qizg'onaman shoqu devonadan ham qizg'onaman do'stdan begonadan ham qizg'onaman shoqu devonadan ham Go'zalim chiqdi. Hit. Mashhursiz. Odam ichida qanaqadir g'urur deymanmi, faxr.
man epladim, man qildim degan narsa o'tganmi ichingizdan? Albatta. Buni tasavvur qilish juda ham qiyin. To'g'risini aytsam, bu Alloh tomonidan bergan in'om, ne'mat. Buni albatta qadrlash kerak. Men u paytlarda men hech so'z bilan aytib bera olmayman. Mana siz aytib hozir gapirayotgan, siz qilgan orzularda bu. Yoshligingizdan qilgan orzular. Siz o'sha xuddi ana tushda. Mashhurligingizni qachon anglagansiz? Qanday holatda? Konsertlarga borganimda stadionlar anchlar ko'p bitardi. Juda ham haligi muxlislarni talpinishlari bo'lganda. Endi o'shani albatta Eslasangiz maza qilasiz. Albatta. Har bir san'atkorni, endi meni fikrim, o'z davri bormi, nima deysiz? Albatta har bir san'atkorda o'z davri bor. Undan keyin baribir yangi pokoleniya kelishi kerak. Bu hayotiy tajriba, bu hayot qonun qoidasi. Hech kim misol uchun uzoq vaqt trendda turishi bu tarixda juda ham kamdan kam insonlarda bo'ladi. Biri Yulduz Usmonova, Usmonov albatta. Galla. Misol tariqasida ular necha yildan beri o'shanida statusni ushlab turibdilar. Albatta. Endi bu insonlar juda ham bir omadli insonlar, ustozlar, havas qilaman. Lekin hammada ham bunaqa holat bo'lavermaydi-da. Hamma san'atkorda ham bunaqa holat bo'lavermaydi. Baribir ham misol uchun bir san'atkor chiqdimi, u yulduzlik darajasiga erishdimi, qandaydir vaqtgacha turadi. Undan zerikatda nima muxlislar boshqa yangi bir ijodni eshitishni xohlaydi. Yana bir ijodkorni bir yangi bir ko'rishni xohlaydi. Yo'g'ir aka, mashhurlik sizga nima berdi yoki nimani olib qo'ydi? Lekin mendan olib qo'yganini bilmayman, lekin berdi. O'rgandim men hayotni mashhurlikda ham oson emas-ku. Hamma narsa siz aytgandek bo'lavermaydi-ku. Buni ham o'ziga yarasha toshi bor. Og'ir toshi bor, uni yukini ko'tarib yurish ham oson emas. Mashhurlikda bitta tomoni qiyinroq, hammani ko'nglini birdek ola olmaysiz. 2 marta sizga yaxshilik qilib, misol uchun xizmatingizni qilib, to'yingizga borib, yo bo'lmasam sizga qanaqadir bir yordam qildimmi, 3-chi marta sizga shu narsani qila olmasam, siz meni yomon ko'rib qolasiz. Va yulduzlik kasalligiga uchradi deymiz. Ha, xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Bu endi kuchayib ketibdi-da. Endi boshqa bo'ladi-da. Vaholanki unaqa emas-ku. Sizga vaqtida nimaga endi misol uchun sizga shuncha yaxshilik qilib keladi-da, sizga misol uchun bir marta o'sha narsani qila olmasa yo uddasidan chiqa olmasa, mayli endi buni ham tushunishimiz kerak deyilmaydi-da. Ha, endi bu odamlar bo'ladi-da. Oyog'i yerdan uziladi. Tanqidni qanday qabul qilasiz? Tanqidni oldin yaxshi qabul qilmasam, hozir to'g'ri qabul qilaman. Oldin bu o'sha yoshlikda bo'lgan ijod davridami? Ijod davrida. Unda yosh edim, men tanqid kelib qoladigan bo'lsa, buni o'ylanardim turib. Nahotki men shunaqa insonman. Unaqa bo'lish kerak emas, unaqa narsalarga e'tibor berish kerak emas ekan. O'zi aslida. Lekin biz o'ylanib, nimaga endi buni endi men xalq ichida qanday qilib bosh ko'taraman, nima deyman ekan. Mana shunaqa narsalar bo'lardi-da. U kerak emas ekan unaqa narsalar. Yosh o'tib, menimcha insoniyat bu narsaga boradi. Yoshim o'sha paytdagi yoshingiz bo'lsa-da, lekin aqlingiz hozirgi bo'lsa, siz yaxshi ketaverasiz. Endi bu hayot bu, bu. albatta. Hayot deganda hayotga qanaqa qaraysiz? Yengilroq qaraysizmi yoki mukammallashtirib, qiyinlashtirib? Hayotni qanday qarayman endi? Hayotda hamma narsalar mukammal emas-ku. Hayotda hamma narsa mukammal emas. Qachondir o'sha narsani o'zingiz mehnatingiz bilan qilishingiz kerak. Qachondir sizga shunaqa sharoit tug'ilib qolishi mumkin. Omad kelib. Yana qandaydir bu hamma narsaga hozirgi trend qo'shig'i bilan aytaman. Kimgadir hayot tragediya, kimgadir hayot komediya. Siz qaysini tanlagan bo'lardingiz? Hayotga juda ham tragediya bilan qarab olish kerak emas deb o'ylayman. Endi komediya bilan qarang demayman bu bilan. Me'yor ushlash kerak. Lekin ko'proq komediya. Yo'q, hammasi ham komediya emas. Hayot komediya emas, hayot juda ham o'ta bir tragediyami? Yo'q. O'ziga yarasha bir melodramada. Melodrama. Bir kun bunaqa, bir kun bunaqa. Bundan
Mashhur bo'lganingizda sizning yoningizda bo'lgan insonlar hozir ham bormi? Yoningizdami ular? Hozir ham mashhursiz. Endi o'sha payt pikiga chiqqandingizda, baribir. Endi yo'q. Endi tan olish kerak-da. To'g'ri. Endi u paytdagi bilan hozirgi endi farq ancha katta. Hozir o'zingiz sababchisiz. Ijod qilmayapsiz. Balki. Bu meni fikrim. Endi baribir inson nimani xatoni o'zidan qidirish kerak-ku. Balki o'zimdadir. Masalan, men qilgan mehnatimdan rezultat oladigan bo'lsam, men o'sha rezultat olganimdan keyin o'sha ishga men yuragimni berishga harakat qilaman. Men o'sha ishimdan rezultat ola olmasam, lekin men harakat qilyapman, lekin o'shandan rezultat ola olmasam, unga men qanday qilib bor yuragimni berib yuborishim mumkin? To'g'rimi? Men misol uchun biznesmen bo'ladigan bo'lsam, men o'shandan yaxshi foyda oladigan bo'lsam, demak bunga yaxshilab qarashim kerak. Demak, men shu yo'nalishda ekanman. Demak, unga yana ham bir mukammalroq qarashim kerak. Biladimi? Men har kuni qo'shiq chiqaraman dedim-ku. Men sizga har kuni qo'shiq chiqarsam, men hali premyera bo'lmagan qo'shiqlarim bir dunyo. Men studiyada har kuni vaqtim studiyada o'tadi. Shoirlar bilan ishlayman. Shoirlar juda ko'pchiligi bilan ishlayman. Ko'zlarim olib ketadi kechasilar. She'r o'qib chiqarganman. O'zingizga mosini topishasiz, qidirishga harakat qilasiz. Ba'zan keyin undan foydalana olmaydigan bo'lsam, o'zim yozishni boshlayman. Yozasizmi? Yozaman. Oldin bizga misol uchun kompozitorlar yordam berishardi. To'xta, mana misol uchun men qo'shiq yozishimizda ular studiyaga kelib o'tirishardi. Ustozlarimiz. Studiyaga borishardi, mana shu qo'shiq, eshit. Hop, eshit. Mana bu joyida mana shu nolani qilasan. Bunda qilasan deb o'rgatib turishadi. Biz shunday qilib shu yo'nalish bilan ijro etamiz. Hozir endi unaqa emas. Balki o'sha xatoliklarni endi hammaga uni singdirib bera olmaysiz-ku. Xatoliklarni balki o'sha xatoliklar sababli qo'shiqlar trendga chiqmayotgandir. Shuni bilmaymiz-ku. Yoshlar, hozirgi chiqayotgan yoshlar, masalan, ular biladi. Masalan, molodejga nima yoqishini, qanday ijro etish va qanaqa yo'nalish berishini. Misol uchun o'ta chuqur emas, o'ta nima emas, sayoz emas, bir o'rtacha me'yorni berishadimi yo sal sayozroq me'yorni berishadimi? Sizningcha hozirgi yoshlar qanday? Men tushunmayman hozir. Qo'shiqlardan ma'no mantiq qidirmaysiz ham. Chunki tushunmaysiz. Tushunmayman. Sabab nimaga? Yo hozirgi ijodkorlar hozirgi yosh ijodkorlarni olaylik. Aynan mana endi chiqib kelayotgan. Ijodkorlardan ba'zilar bor, yaxshi qo'shiqlar eshitaman. Bor. Juda ham sal yengilroq bo'lsa ham, lekin eshituvchilar ularni yaxshi qabul qilishadi. Yosh ijodkorlar bilan ham ishlayman. Aka, siz manaqa qilmaysiz-da. Shu mana qilmaysiz, o'shaning uchun sal uni eshituvchilar tushunmay qoladi. Siz manaqa qilishingiz kerak, unaqa qilishingiz kerak. Uni aytgan fikri menga yoqmaydi. Siz o'zingizga aytmaysiz, balki siz qobiqdan chiqmayotgandirsiz. Balki biz o'shanaqa bo'layotgandir. San'at ham juda ham tubsiz narsa-ku. Yoningizda o'sha eski mashhur bo'lgan paytingizdagilar bormi hozir? Ba'zi yaqin do'stlarim bor, ba'zilari yo'q. Uni tan olish kerak. Yodgor Mirzajonov agar san'atkor bo'lmaganda kim bo'lgan bo'lardi? San'atkor bo'lmaganda men biznesmen bo'lib ketaman dedim. Lekin hozir ham biznes qilasiz. Hozir ham qilib turaman. Oldindan qilib turardim. Hozir ham qilib turaman. Lekin hozir doimiy ishingiz bu tadbirkorlik, to'g'rimi? Tadbirkorlik ham qilaman, ijod ham qilaman. Ijodda lekin hozircha hech kimga ko'rsatmayapsiz. Ijtimoiy tarmoqda ham unchalik faol emassiz. Yo'q, ijtimoiy tarmoqlarda chiqib turman unaqa, lekin men har kuni ertalabdan kechgacha unaqa ijtimoiy tarmoq bilan ovora emasman. To'g'ri siz aytib o'tganingizdek, o'zim tadbirkorlik ishim bor. Shunaqa. Yodgor aka, nimadan afsuslanasiz? Shu ishni qilmagan bo'lardingiz agarda o'sha vaqt qaytib kelsa? Bilasizmi, shu 2010-yillarmi, 2012-yillarmikin, 11-yillarmikin bitta albom chiqardim. Shu albomni chiqarganimdan men afsusdaman. Sabab? Qo'shiqlar yaxshi chiqmaganda. Lekin o'zingiz ijro etgansiz. O'zim ijro etib, lekin qoniqmaganman, umuman. O'sha balkim ba'zan uzr gapingiz buni ba'zan YouTube'da o'sha narsalar chiqib qoladi-da. Yo'q, shuni o'chirib yuborish, uni yo'qotib yuborishga harakat qilaman-da, shunaqa. Ijodingizda qaysi qo'shiq sizni ta'rif beradi? Mana shu qo'shiq meniki, qalbim. Har bir qo'shiq o'zingizniki, to'g'ri, chunki har bittasini o'zingiz ijro etasiz. Lekin bitta qo'shiq bo'ladi-da, uni o'ziga yarasha tarixi bor, o'ziga yarasha og'ir yoki yengilligi bor. Shunaqa qo'shiq bormi ijodingizda? Seni qizg'onaman-dir balki, men ham raqschi insonman, misol uchun. Balki
Endi baribir ham siz qanday qo'shiq aytingki, o'sha qo'shiq sizga qanaqadir hayotingizda nimangizga bog'liqlik joyi bor. bog'liqlik joyi bo'ladi. Qo'lim yetmas, oramiz yiroq, seni qizg'onaman hammadan biroq. Garchi qo'lim yetmas, oramiz yiroq, seni qizg'onaman hammadan biroq. Bilaman, visoli nasib etmas hech, seni birovga ham bergim kelmas hech. Bilaman, visoling nasib etmas hech, seni birovga ham bergim kelmas hech. Demak, seni qizg'onaman bu qandaydir sizda esda qolgan qo'shiqlardan birimi? Ha. Maktab paytidagi muhabbatlar bo'ladi. Birinchi sevgi deymiz. Sevgi, birinchi sevgi qanaqadir. Endi u sevgi deb ham ta'riflab bo'lmaydi. Qanaqadir bir orzu deydimi, bir qanaqadir havas deydimi. Shunaqa narsalar ham o'tgan. Eng qimmat klipingiz? Eng qimmat olgan klipim 8000 gamga olganman. Qaysi qo'shiq? Buncha degan klipimiz bo'lardi. U qaroqchilar bilan olish kerak bo'lgan. Buncha boy buncha lablaring qizil g'uncha. Buncha boy buncha lablaring qizil g'uncha. Ortingdan qolmasman hech, seni sevdirmaguncha. Ortingdan qolmasman hech, seni sevdirmaguncha. Kelyorim nozingdan kech, o'zingni olma buncha. Kelyorim nozingdan kech, o'zingni olma buncha. Shahzoda Muhammedova tushganlar. Uni biz shunaqa g'or yasatganmiz, o'sha yerda dekoratsiyalar bilan, o't qaroqchilar. Shunaqa olganmiz o'sha qimmat klipim o'sha bo'lgan menimcha hayotimda. Mazza qilib kimni eshitasiz? Telefoningizda oxirgi 3 ta san'atkor. Ustoz san'atkorlar ko'p eshitaman, to'g'risini aytsam. To'g'ri, yoshlarimiz ashulalarni ham ba'zan radiolarda chiqib qolsa, men masalan o'chirib, yo'q qiladigan odatim bor. Hozirgi chiqayotgan trenddagi qo'shiqchilar ham hammasi qo'shiqlarni eshitaman. Eng zo'r playlistingizda oxirgilari. Sherali Jo'rat qo'shiqlarini eshitaman, ustoz san'atkor. Ozod akamning qo'shiqlarini eshitaman, Nazarbekov. Ibrohim Tatlisest qo'shiqlarini eshitaman, Tohir akam qo'shiqlarini eshitaman bo'ladi. Siz kabi san'atkorlar bilan hozirgi san'atkorlarning farqi nimada sizningcha? Nimasi bilan ular farqlanadi? U shou biznes bilan buni farqi balki biz qo'shiq tanlashni bilmayotganlarimiz. Ular qo'shiq tanlashni yaxshi bilishayotganlar. Balki biz misol uchun hozir san'atkorlar ijod qilmayapmiz, ular ham hammasi ijod qilyapti. Bizdan katta san'atkorlar, ustoz san'atkorlar ham ijod qilishyapti. Men misol uchun kimni gaplashsam, studiyadaman, yo bo'lsam studiyaga boraman, men qo'shiqni yozaman, yo bunaqa muloqotda bo'lib turamizda. Boshqacha bir misol uchun yon tomondan qarayaptimi, u tomondan qarayaptimi, biz balki to'g'ridan qarayotganmiz. O'sha farqi shu. Birinchidan, ikkinchidan oldin fanatizm bo'lardi, hozir fanatizm degan narsa yo'q. To'g'ri. Muxlislar misol uchun fanatizm bo'lardi. San'atkor. Asosan sizda juda ko'p bo'lgan bu narsa. Ha, bo'lgan. Lekin hozir bilmayman, balki bordir hozir ham, men bilmadim. Muxlis vafodor bo'ladimi, yo'qmi? Yo'q. Vafodori ham bo'ladi, bo'lishi mumkin. Bor. Mana hozirgacha xotiralar eslaganingizda kuladigan yoki mazza qiladigan vaqt qaysi bo'lgan? Konsertda, klipda, qaysidir muxlisingiz bilan suhbatda, bilmadim. Sizningcha? Baribir deb qo'yasiz-ku. Viloyatlarda bo'lardi ko'p voqealar. Ko'p qiziq voqealar viloyatlarda bo'lardi. Endi hozir hammasini eslolmayman, to'g'risi juda ham ko'p bo'lgan. Viloyatlarda ko'p qiziqarli voqealar. Sog'inasizmi o'sha davrni? Albatta. Nega sog'inmayman? Ba'zan borgim keladi, ba'zan o'sha sahnalarda ham sog'inasam, o'sha muxlislarni sog'inasiz. Endi bular hammasi tarix. Konsert berish, ijod qilish rejada yo'qmi? Konsert berish niyatlarim bor. Necha yildan beri konsert beraman, lekin ijod namunami misol uchun bir tik hit ko'rsatmasdan xalqimizga qanday qilaman eski qo'shiqlarim bilan konsert berishimga to'g'ri keladi. Balki o'ylab ko'rish kerak. Nima turtki bo'lish kerak bu uchun? Muxlislarmi? Balki muxlislar, balki talab. Hamma aytadi, ijod qilmayapsiz, u yoq qilmayapsiz. Yo'q, ijod qilyapman, to'g'risida. Xafa bo'lasiz? Xafa bo'laman. Shu savolni bersam xafa bo'ldingiz. O'zim xafa bo'ldim. Yo'q, bitta siz bermaysiz. O'shada endi atrofdagilarda. Masalan, ko'chada gay xodim to'xtatib qo'ysa, aka, ko'rinmay ketdingiz.
aka televizorga berdim qo'shiq klip. Televizor ko'rmasa odamlar menda emas-ku ayb. Ijtimoiy tarmoqda berish kerak ko'proq deyiladi. Ijtimoiy tarmoqda endi to'g'ri ijtimoiy tarmoqqa chiqish uchun o'sha qo'shig'ingiz qanaqadir trendga chiqsa, keyin o'sha u ko'proq tarqaladi, to'g'rimi? Ijod qilmayapman, emas, qilyapman. Shu gap sizni xafa qiladi. Albatta. Uzr so'rayman bu savolim uchun mana. Yo'q. Men o'rganib ketdim. To'g'ri. Balkim sizni xalq sog'ingandir. Shu uchun shu savolni beradi. Bejizga emasdir bu savolni berishgani. Men bilmadim. Oxirgi qo'shiqlaringiz. Eng oxirgi qo'shig'im Jufti halolim degan shular. Turmush o'rtog'ingizga bag'ishlangan. Men jufti halolim. Hamma insonlar o'zini jufti halolini bir hurmat qiladi, yaxshi ko'radi. Undan oldin qizim degan qo'shiq. Dadajon deb oqshomlari og'rigan qiz, suratlariga termuliblar ovingan qiz. O'ksimagin bu hayotning sinovidan, yig'lamagin otasini sog'ingan qiz. Farishtalar soching silab alla aytsin, armonlaring shodlik bo'lib senga qaytsin. O'ylamagin bu hayotning baland pastin, yig'lamagin otasini sog'ingan qiz. Yodgor aka, bugungi tashrifingiz uchun rahmat, samimiy suhbat uchun rahmat. Sizdan yangi ijodlarni kutib qolaman. Rahmat. Ijod qilyapsiz, shuni biz ko'ramiz degan umiddaman. Rahmat katta. Rahmat sizlarga. Menga bitta bola rosa qarab otdi. Yur, ko'ngil, ko'k jiguli, ko'k sen o'zingga ishon. Aylanadi yur